So'an dolma yapalımmı? Evet, yapalım. Piyozli dolma qilamizmi? Albatta, qilib ko'ramiz. 4 ta katta piyozni kesib, 10 minut suvda qaynatib oldim. Nachinkasiga 150 gram guruch, 300 gram qiyma, bitta piyoz, tabga ko'ra tuz, paprika va yog' soldim. Menda olivka yog'i qolmabdi, sizlar olivka yog'i solsanglar yana ham zo'r bo'ladi. Piyozlar shu ko'rinishda oson ajraladi va uni ichiga nachinka solib tugib olsak bo'ladi. Shu ko'rinishda dolmalarni tugib olganimizdan keyin tomatli sous tayyorlaymiz. 150-200 mg suvga 2 qoshiq tomat pastasi, chimdim tuz, zelin solamiz, sous tayyor. Sousni dolmalar ustiga quyib, 200 daraja qizib turgan duxovkaga 30-40 minutga yuboramiz. Piyozli dolma tayyor. Bu dolmalarni nima qilish kerak bilasizlarmi? Yoniga kefir yo'q qatiq bilan yeb tashlash kerak. Zo'r bo'ladi, ishoninglar. Ko'rdingiz, podpiska bo'lib qo'ying endi. Like va komment kutib qolaman.